Mirzo-Ulug'bek tuman soliq inspeksiyasi xodimlari hamda rahbariyati boshchiligida tumanda bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Tadbirkorlarni joyiga chiqqan holda ularning muammolarini o'rganib, uni kelib chiqish sabablarini aniqlab, ko'mak berib kelyapti. Mana birgina bugun Mirzo-Ulug'bek tumanida joylashgan umumiy ovqatlanish korxonasida tadbirkorning o'ziga biriktirilgan tutash hududida qo'shimcha maydoni borligi, maydondan foydalanish istagi borligi, qonunlashtirishda bir qancha muammolar yuzaga kelayotganligi ma'lum bo'lib, ushbu tadbirkorga Vazirlar Mahkamasining 478 sonli qaroriga asosan ushbu tutash hudud biriktirib berilish bo'yicha arizalar olinib, ko'maklashildi. Shu bilan birga naqdsiz to'lovlarni amalga oshirishda tadbirkorning nazorat kassa mashinasida qator muammolar borligi aniqlandi. Tadbirkorga tushuncha berilib, bu masalalar joyida yechilib, o'rgatib, tushuntirib berildi. Shu bilan birga mana tuman hududida xususiy klinika faoliyati bilan shug'ullanuvchi tashkilotimiz elektron tizim, ya'ni Demet tizimiga ulatganligi, lekin uni foydalanishda, integratsiya qilinishida muammolar yuzaga kelayotganligi aniqlanib, ushbu holat bo'yicha Demet programmasi to'liq o'rnatilib, bugungi kunda mana Demet orqali faoliyat ko'rsatilmoqda. Hududimiz bo'yicha bunaqa o'rganish tadbirlari muntazam davom ettiriladi.